Anan birinchi roza tutsaң jigaring tozalanadi, unday. Rozani meditsina qilib oldik. Zakatni biznes qilib oldik. Ota-onaga muomalani ishni yurishi qilib oldik. Yo'q. Biz ishimiz yursa yurmasa namoz o'qishimiz kerak. Malımız yanıp ketadimi, yanmaydimi, bormi, yo'qmi, zakat berishimiz kerak. Umraga kuchi yetgan odam, kengchilik bo'lsa umraga borish kerak. Ojilikka kuchi yetgan ham bir yo'l ojilikka borish kerak. Hojiga borgan ham ko'pchilik hoji aka bo'lish uchun boradi-da. Men buni bayonlarda ham ko'p aytib berganman. Bir odamni uyiga borib men chaqirdim. Hojidan kelgan ekan, men endi unutib qolibman. Palonchi aka deb o'sha odamni borib chaqirsam chiqib, menga birinchi aytgan so'zi, men palonchi emasman dedi. Sen palonchi hoji akaman men dedi. Akası nima ekan? Regaliya bor. Jami nima bor ekan bu chaqda? Hoji degan bir so'z bor ekan men tushundim, biroq qayra bir o'zidan eshitib qo'yayin deb. Nima deyishim kerak desam, falonchi hoji aka deysiz. Bo'l dedim. Men bugungacha o'shadan tirik bo'ldim. Falonchi hoji aka deb aytib yurib, biroq hoji aka deyish uchun bormoq kerak-da. Moli o'rtönböş uchun zakat berish kerak-da. Organizmingga foydasi bor ekan deb roza tutmash kerak-da. İşlerin yaxshi yurishayotgan deb namoz o'qish kerak-da. Nimaga namoz o'qiymiz? Alloh buyurganiga. Nimaga roza tutamiz? Alloh taolo buyurdi. Nimaga biz zakat beramiz? Boy bo'ldik, Alloh taolo buyurdi.